Assalomu alaykum hammaga. Bugun Xudo xolisa yaxshi backend dasturchi bo'lish uchun umumiy yo'l xarita bilan tanishamiz. Bu ham juda ham qiziq. O'tgan videoda frontend haqida gaplashgandik. Albatta ko'rmagan bo'lsangiz, uni ham ko'rib olib, o'zingiz sohangizda yaxshi ya'ni bo'lish uchun o'sha narsani tushunib olsangiz juda ham qo'l keladi. Xo'p, bo'lmasam sekin boshlaymiz. Xo'p. Umumiy xaritani demak texnik tomonlama gaplashamiz biz, ya'ni technical side-da qanaqa yaxshi backend dasturchi yo'l xaritasi qanaqa bo'ladi, umumiy shu haqida. Xo'p, demak, har bir veb dasturchi doimiy o'sha internet nimaligini va u qanaqa ishlashini bilishi shart. Bu narsani demak frontendda ham aytgandim. Mana internet qanaqa ishlashi, HTTP protokoli haqida, domain name systems, DNS, IP adreslar, umumiy internet, misol uchun biz qidiruv berganimizda u qayerdan borib olib keladi Google brauzer yoki ixtiyoriy brauzer aytaylikki Firefox bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Umumiy brauzerlar haqida tushuncha, hosting haqida tushuncha, ya'ni mana bu saytlar ya'ni domenga asoslangan saytlar, to'g'rimi? Qayerda turibdi u, qayerda joylashgan? Biz yozganimizda IP adreslar qanaqa ishlaydi? Umumiy demak web, ya'ni o'rgimchak to'ri deydi, o'sha narsa qanaqa ishlaydi? Umumiy shu narsalarni yaxshi bilish kerak. Va bundan tashqari frontend asoslarini bilishi shart backend dasturchi, chunki u doimiy frontendchi bilan ishlaydi. Ya'ni o'rtada bog'lab turuvchi vosita bu API va API ni frontendda qanaqa qulaylik bo'lishi uchun, unga qanaqa qilib API yaxshi chiqarib berish uchun, to'g'rimi? Bu narsalar muhim. HTML, CSS ni o'rtacha strukturani saytda va JavaScriptni qisqacha bilsa juda ham qulay bo'ladi, chunki frontend dasturchi JavaScript bilan ko'proq muloqot qiladi. Shtobi o'sha logika tomonini ham frontend dasturchi qo'llab-quvvatlaydi. Shuni albatta qisqacha bilgani yaxshi. Va bundan tashqari albatta version control, bu narsalarni frontendda ham aytib o'tdik. Ya'ni jamoaviy ishlash muhiti va undan loyihani qayergadir yuklash kerak. Git, GitHub bu narsalarni yaxshi bilish kerak va version control system va o'sha loyihani deploy qilish, hostingga joylash, jamoa bilan ishlash, open source loyihalarni tahlil qilish kerak. Backendda o'zi qanaqa, o'sha narsalar ham muhim. Ya'ni o'shanda siz backend bilan front qanaqa ishlashini yaxshiroq tushungan bo'lasiz. Okay, keyingisi demak eng muhim joyi mana bu yerda dasturlash tilini tanlash kerak. Siz backend dasturlash endi boshlamoqchisiz, bu uchun nima qilasiz? Dasturlash tilini tanlashingiz kerak. Hozirgi kunda mana JavaScript, Go, Python, Ruby, Java, C#, PHP, Rust mana shu dasturlashchilar juda ham mashhur. Yashilga olib qo'yganlarim bu bozorda mashhur. Chunki bozorda agar tahlil qilsangiz, mana shu 4 ta texnologiya juda ham mashhur. Bu degani buni o'rganib, buni o'rganmak emas. O'sha talabdan kelib chiqqan, baribir hammasini plyus-minuslari bor. Hech qanaqa bir ideal dasturlash tili yo'q. Lekin o'sha loyihangizni qoniqtira olish uchun birontasini tanlab, o'sha kompaniyaga bir foyda olib keladigan bir texnologiyani bar tanlaysiz. High level, low level tillar orasi deyiladi bu. Ya'ni JavaScript bular high level, Python, Go va boshqalari low levelga kiradi. Ya'ni o'sha siz kodni qulay yozishingiz uchun, misol uchun, osonroq tushunishingiz uchun va hokazo o'ziga qulayini albatta tanlaysiz. Dasturlashni tanlash dedik, to'g'rimi? Va endi bundan tashqari va pastga tushar ekanmiz. Mana bu nima desangiz, API arxitekturasi. Siz dasturlash tilini tanladingiz va dasturlash tilidan keyin albatta API arxitekturani tushunishingiz kerak. Chunki backend dasturchi bu API chiqarib beradi, frontendchi ulaydi uni, to'g'rimi? Va umumiy tushuniladigan REST API, JSON API'lar bilan ishlash va GraphQL va gRPC. Va mana bu uchalasi juda ham mashhur. REST, JSON API va GraphQLlar. gRPC ham bozori bor. Endi o'sha bozor bo'yicha aytayman. Chunki bu men o'zimning fikrlarim, albatta internetdan olingan resursdan ham umumiy dasturchilar fikrlari bu yerda joylashtirilgan. Shunga iloji bo'lsa amal qilsanglar ancha foydali bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari endi API ni xo'p chiqardik biz, to'g'rimi? Har xil routlar qo'yadigan, misol uchun userlarni olib kelib olish uchun mana bu API dan foydalan, commentlarni olib kelish uchun bundan foydalan dedikda, endi frontendchiga chiqarishimiz kerak. Open API spesifikatsiyasi bor. Ya'ni bu Swagger deyilgan, hozir bu nomi shunga o'zgardi. Swagger, Postman va bundan tashqari QRL, ya'ni
siz API'ga so'rovlar jo'natish uchun, uni test qilishingiz uchun mana bu narsalardan foydalanishingiz kerak, toollardan. QRL bu o'sha qo'lda terminalda qilinadigan narsa. Misol uchun so'rov kelishlari. Shu narsalarni ham yaxshi bilish kerak. Va endi bundan tashqari esa autentikatsiya strategiyalari. O'sha aytganimdek, frontendda ham, backendda ham bilish kerak va bu autentikatsiya bilan backend xavfsizligi juda bu yerda katta rol o'ynaydi. Ya'ni autentikatsiyada ko'plab muammolar shundan kelib chiqadi. Shuning uchun shu narsani yaxshi o'rganish kerak. Basic autentikatsiya qanaqa quriladi? Sessiyali, tokenga asoslangan, JWT, cookie'ga asoslangan va hokazo. Va web xavfsizligi, OSP, security, hackingga qarshi nozik jihatlarni bilish. Ya'ni endi men buni qayerdan olaman desangiz, bu narsa o'zi hamjamiyat bekorga shakllanmagan. Dasturchilar orasida o'zi umumiy internetda siz faol bo'lib turishingiz kerakki, har xil maqolalar o'qib turishingiz kerak. Kimdir qanaqadir muammoga duch keladi, u uni ulashadi, misol uchun, to'g'rimi? Dasturchilar nimasida. Men ham shunaqa, misol, o'zim blog saytimda ulashaman nimanidir va shu kimgadir foydali bo'ladi boshqa dasturchiga. Siz o'shanda xabardor bo'lib tursangiz, bu ma'lumotlarni ancha-muncha o'rgangan bo'lasiz. Va o'sha ichida HTTPS va CORS, ya'ni CSP, ya'ni Content Security va SSL, Tails, server xavfsizligi va hokazo mana shu narsalarni bilish kerak. Okey, bu narsa bo'ldi, to'g'rimi? Dasturlash tili tanlandi va hokazo bo'ldi. Ana endi dasturlash tili tanlangandan keyin biz mana bu qadamga yo'l qo'yamiz. Bu nima desanglar, database. Chunki backend dasturchi ham biznes logikani o'ylaydi, ham databazani, ya'ni databazda ma'lumotlar bilan ishlash, uni xavfsizligini ta'minlash va uni stabilni, balans holda ushlab turish uchun bu database juda ham muhim. Bu ikki xil, relational, non-relational, ya'ni SQL databazalarini yaxshi bilish kerak. Asosan relationallar juda ham mashhur bo'lyapti hozirgi kunda. Postgres ayniqsa, MySQL, SQLite va MariaDB, MS SQL va Oracle. Va Postgres juda ham mashhur. Misol uchun shuni o'rgansangiz, qolganini ham sekin-sekin olib ketsangiz bo'ladi. Non-relationalda MongoDB va DynamoDB. Bular ham ancha mashhur. Albatta endi o'sha loyihani o'zidan kelib chiqib, o'zingiz tanlaysiz, qaysi qulay bo'lsa, albatta kompaniyani qilayotgan loyihasiga qarab, jamoa bilan kelishgan holda o'zi umumiy mana shu SQL va NoSQL yaxshi tushunib olsangiz, keyin bilasiz qaysi loyihaga qaysi to'g'ri kelishini. O'shaning uchun ikkalasini ham o'rganishni tavsiya beraman. Keyin bundan tashqari hozirgi kunda, ya'ni hozirgi AI olamida Supabase, Neoteklar juda ham mashhur bo'lyapti. Ya'ni bu nima desanglar, SQL siz endi misol uchun alohida yuklab uni ovora bo'lib o'tirmaysiz. Bu servisli, ya'ni servisli как-бы o'zlari server qilib qo'ygan buni, Postgresni shunaqa avtomatlashtirib qo'ygan. Bular Supabase bilan Neotek, buni ham o'rganishni tavsiya beraman va Firebase Upright, bular document based, ya'ni mana bu non-relational databaselarga kiradi. Buni ham o'rganishni tavsiya beraman, bu ham muhim. Hozirgi kunda juda mashhur bo'lyapti bular, chunki arzon tez va arzon foydalanish uchun texnologiya. Mana shu va test yozish, keyingisi test yozishni o'rganish kerak albatta. Har bir loyihani to'g'ri ishlash uchun testing muhim. Bular integration testlar, ya'ni API'larni test qilish va hokazo, unit testing va funksional testlar. Hammasi, ya'ni kontrollerlar, biznes logika qanaqa to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi, unga ishonch komil qilish kerak. Bu odatda o'sha loyihani qilib bo'lgandan keyin test qilinadi. Odatda bo'ladi shunaqa qilsa ham. Lekin imkon qadar sizga berilgan taskni siz test qilib ketsangiz, keyin uni push qilib qo'ysangiz, shu qulay ancha. Endi uni o'sha jamoaviy ishlash xususiyatlari bor. Ular ham baribir alohida bir ko'nikma hisoblanadi. Okey. Keyingisi endi bizda nima desak, bu caching. Ya'ni cachingning oldi hashing algoritmlari, ya'ni biz har xil keylardan foydalanamiz, har xil aytaylikki, o'sha parollarni hashlash, ya'ni secretni qilish va hokazolar bunga duch keladi. Bu algoritmlar MD5, SH, keyin script, bcrypt, base 64 mana shu narsalarni yaxshi bilish kerak. Bu ko'p uchraydigan, demak, hashing algoritmlari. Bundan tashqari caching. Caching nima desak, caching bu o'sha o'zi API'miz, loyihamizni yaxshi ishlashi uchun caching qilinadi. Ya'ni caching deganda saqlab qo'yiladi vaqtinchalik. Misol frontendda ko'rdik-ku, brauzerlarda bor bu narsa, to'g'rimi? Misol sayt kashlanib qoladi deymizki, xuddi shunga o'xshagan narsa. Server saytda ko'p qo'llaniladigan texnologiya bu Redis va HTTP caching va
memcached degan bu, ya'ni memory cached. Mana shu texnologiyadan yaxshi o'rgansa, ancha muncha demak performance'ni biz barqaror qilgan bo'lamiz. Bundan tashqari web serverlar bilan ishlashni o'rganish kerak. To'g'ri, bu DevOpsda ishi bo'lishi mumkin, lekin albatta buni backend dasturchi bilsa yaxshi. Ya'ni server bilan ishlashda Nginx, Apache, hozirgi kunda Nginx juda ham mashhur. AWSda ham, boshqasida ham cloud providerlarda Nginx ishlatiladi. Lokal serverlarda ko'proq Nginx ishlatadi. O'zbekistonda misol Windows server ko'p ishlatishardi. Hozir ular ham Linuxga o'tdi. Uni ichida Nginx platforma, demak, web server o'rnatilgan bo'ladi. Xo'p. Endi misol bundan keyin esa biz databazani yaxshi chuqurroq o'rganish uchun har xil metodlar bor, har xil usullar bor. Bular mana tranzaksiyalar. Misol uchun to'lov tizimlarida bu narsa juda qo'l keladi. Ya'ni databazada querylar almashishi, to'g'rimi? Har xil. Misol uchun millionlab, milliardlab ma'lumotlar bor sizni databazangizda. Uni siz samarali boshqara olishingiz kerak. O'sha narsani yaxshi qo'llash kerak. ORM ishlatish kerak. ORMda misol uchun toza SQL yozmasdan, misol ORMlar yaxshi chiqqan, ancha tezligi ham barqaror. Misol Prisma juda ham mashhur bo'lyapti. Drizzle bor, keyin TypeORM bor va hokazo. ACID bor, bu hisob kitoblarga uchun juda qulay. Normalizatsiya, failure mode, profiling, performance, ya'ni o'sha databazani yaxshi takomillashtirish uchun, uni optimallashtirish uchun qo'l keladigan bu texnikalar, metodlar. Va bundan tashqari esa mana konteynerlash. Bu konteynerlash nimaga kerak? O'zi Docker bor, Linux, demak Linux containerization deydi, ya'ni hozir Docker ancha mashhur. Ya'ni siz misol hamma mashinada to'g'ri ishlash uchun, sizni lokal kompyuteringizda ham, boshqa dasturchining kompyuterida ham, hamma paketlarni bir joyda yig'ish, uni o'zingiz lokalingizda usturamka qilmasdan shu Docker olib keladigan narsa bu. Kubernetes bu infrastrukturani yaxshi boshqarish. Bu o'sha advanced level. Xo'p, ya'ni bu infrastrukturani yaxshi boshqarish uchun imkon beradi. Va CI/CD juda muhim. CI/CDni demak buni to'g'ri DevOps qilish kerak, lekin backendchi ham albatta xabardor bo'lgani yaxshi. Ya'ni sizni kodingiz qualitysi, uni aytaylikki o'sha GitHub actionlardan o'tishi, aytaylikki boshqa dasturchilar jamoaviy ishlashda qo'l keladigan, ya'ni CI/CD pipelinelar yozish juda ham muhim. Va message brokerlar, bular Kafka, RabbitMQ va search enginelar uchun Elasticsearch, Solr. Bular nima desak, message brokerlar, bular o'sha aytaylikki asinxron ishlaydigan operationlar bo'lishi mumkin, querylar bo'lishi mumkin. Bu narsani bizga tezlashtirib beradigan nimalar, texnologiyalar. Va Elasticsearch misol uchun milliardlab produktlar bor, Amazonda bilsanglar. Amazonda odamlar izlaydi o'sha narsani. Misol telefon izlayapti, kitob izlayapti, har xil, to'g'rimi? Misol u tezroq aniq kelish uchun, tasavvur qiling, milliardlagan produktlardan tezroq kela olish uchun search engine yaxshi bo'lishi kerak. Bu Elasticsearch juda ham qo'l keladi, hozirgi kunda mashhur. Okay, va keyingi qadam bu arxitektura patternlarini yaxshi o'rganish kerak. Ya'ni bular monolitik, soy, serverless va service mesh 12 factor apps degan narsa bor. Ya'ni o'zi applicationda arxitektura har bir dasturchi bilishi shart. Frontend bo'ladimi, backend bo'ladimi? Backend o'zinikini bilgan yaxshi, to'g'rimi? Sistem arxitekturasi bor. Bular alohida narsalar. O'zi o'sha backend umumiy qismini qurib bo'lgandan keyin mana shu yergacha, ya'ni siz mana shu dasturlash tilini boshlagandan keyin IP arxitekturani qurib, xavfsizlik va hokazo, mana shu yerdan boshlab o'sha loyiha qurishni boshlashingiz kerak. Bitta loyihani qurganingizdan keyin kichikroq, keyin mana xavfsizlikni o'ylashni boshlaysiz. Keyin uni tezlashtirish ishlashni boshlaysiz. Keyin web serverlarni aniq mustahkamlashni boshlaysiz. Databazalarni, querylarni samarali nima qilishni boshlaysiz. Undan keyin ikkinchi loyihangizni qursangiz ancha zo'r bo'ladi. Ya'ni bu o'zi sizni ancha rivojlantiradi, o'stiradi. Mana shu joyda demak ikkita loyihani tugatsangiz ancha qo'l keladi va bundan keyin arxitekturalarni yaxshi tushunish kerak. Real vaqtda hozir juda ham mashhur, to'g'rimi? Server sentimentlar, WebSocketlar, polling usullari, database scaling, database indexlash, datani ko'chirish, uni backup qilish, sharding usullari. Bu narsalar ham juda muhim. Va mana bu yerdan men demak roadmapdan oldim. Bu narsa monitoring qilish, bu ham backend dasturchini mas'uliyatiga kiradi, to'g'rimi? Throttling, graceful migrationlar va hokazo.
Xo'p, va bundan tashqari deployment uchun cloud providerlarni to'g'ri, endi bu ham DevOps ishi, lekin backend dasturchi ham bilishi kerak. AWS asoslari Azure yokida Google Cloud, DigitalOcean, mana Alibaba Cloud bor. Eng mashhurlari mana shu yuqoridagilari. Heroku bu o'sha oddiyroq holati. Servislarni o'rganish kerak. Shu yuqorida ham aytdim, Railway, Render, deploymentga kiradi bu ham. U servisli, sizni manualsiz ishingizni, kodingizni push qilishga yordam beradi. Xo'p, umumiy ma'lumotlar shu edi. Endi yana bizni umumiy yaxshi resursimiz bu albatta roadmap, SH, backend dasturchilar uchun mana umumiy yo'l xarita bor. Endi bu ham o'sha aytganimdek GitHubda contribute qilinadi. Hamma dasturchilar o'zini fikrlarini bildirib, o'zini tajribasidan kelib chiqib ulashilgan narsalar. Ya'ni siz aytishingiz mumkin, bu ro'yxatdagilar hammasini bilishim kerak deyishingiz mumkin. Yo'q, hammasini emas hozirgi vaqtda. Agar siz endi boshlasangiz, hammasini bilish shart emas. Step o'sha qurbingiz yetguncha aytdim-ku, steplarni aytdimki, qachon loyiha qurib, qachon chiqarish kerak uni. O'sha loyihalarni qurib bo'lganingizdan keyin sizga nimadir yetishmaydi, nimagadir duch kelasiz, o'sha narsalar yana mana shu mavzular bo'ladi baribir. Chunki uni boshqa dasturchilar duch kelganda, siz ham duch kelasiz. Mana shunaqa holat. Xo'p, va bundan tashqari Suhrob.io'da men demak blog yozib turaman. Albatta bu blogga newsletterga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerda ham men ya'ni yangi texnologiyalar haqida bu yerda o'zimni fikrlarimni qoldiraman. Mana bunaqa har xil mavzular, albatta o'zbek tilida yozishga harakat qilaman. Bu yerda ham o'qib o'rgansanglar bo'ladi. Juda ham zo'r. Va YouTube kanaliga ham albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Foydali bo'lgan bo'lsa, boshqalarga ulashib qo'yinglar. Keyin oxirgi gapim, demak, qaysi mavzu sizga qiyinchilik tug'diryapti, qaysi mavzu sizga muhim rol o'ynayapti, albatta uni ham kommentda qoldiring. Qaysi mavzu agar talab yuqori bo'lsa, o'sha mavzuni men video qilib o'zbek tilida yaxshi tushuntirishga harakat qilaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib qo'yinglar. Xo'p, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.